aytgan narsangiz Ramadan anaqada Asuga qochdi, bunaqa qildi. Asuni mandan keyin man bilan Akning bo'lgandagi jangini ko'rdinglar. Yaqin atrofda o'sgan jangini ko'rdinglar. Oxirgi anaqadani. To'g'risini aytsam, man faqat Xudodan qo'rqaman. Shu vaqtgacha biror marta sopernik tanlamaganman. Hech qachon boyagi Slaviya sopernikini o'qimaganman-da. Buni man undan oldin urishgan Mahmud akani turnirlarda urishgan Mahmud aka ham biladilar. Menga sopernik topishda rosa ham qiynalardi. Chunki ko'p soperniklar atles qilardi. Zo'r soperniklar ham misol katta pulga kiradi. Yaxshi soperniklar bilan urishgan sababi Mahmud aka men uchun katta pul to'lardi. Mani soperniklarimga. Aytmoqchi bo'lganim, Asudan hech qanaqa qo'rqadigan anaqam yo'q. Asu birodarimiz, o'rtog'imiz, lekin undan mana Alloh guvoh zarracha ham hech qanaqa qo'rquv bo'lmagan. Hech qanaqa zarracha. Sababi men undan kuchli bokschilar bilan urushaman, undan kuchli o'sha grappling-chilar bilan, undan kuchli baristlar bilan hozirgacha zalda ham, boshqa joylarda ham o'sha barda ham qildim, tayyorgarlik ham qildim, sababini qildim. Lekin misol o'sha butun Osiyo, butun o'sha jahon xohlasa ham, mana shu jangni ikkalamiz jangimiz xohlasa ham Alloh xohlamagan bu yoqda. Ya'ni men rosa xohlagandim. Mana hozirgacha menejerlarimdan so'rayapman, agar anaqa bo'lsa, vazn oshib bo'lsa, Asu bilan qo'yib bersa, men urushaman. Hozirgacha aytaman ularga. Rosa bilmadim, moment bo'lmayapti. Endi inshaalloh yana Xudo xohlasa yilni boshida mart oyida jangning kuni aniq bo'ladi, Xudo xohlasa. Keyin ko'ramiz endi inshaalloh. Lekin zarracha hech qanaqa ichimda qo'rquv bo'lmagan hech qachon. Bu boyagi negativchilar boyagi har xil narsani o'ylovchilar gapiraveradi. Qochdi, unaqa qildi, bunaqa qildi. Bizada UFC'da shunaqa shu doping kontroliga qattiq qaraydi. Boshqa payslardan nima bilan farq qilamiz? Boshqa payslar misol kasal bo'lganda ham, misolda UFC'ga kirmagan payslar kasal bo'lganda yoki любой misol dori vositasini, любой dorini bosh og'riqda ham, qorni og'rib qolsa ham, nima qilsa ham любой dorini ichish mumkin. Bizga mumkin emas bu narsa. O'sha o'zimni hayotimda bo'lgan narsa. Qalbigina tomonlab qoldim, kasal bo'lib qoldim. Dorixonaga kirib, даже dori olishga qo'rqdim. Bitta dorini borib anaqadan so'raganimda bo'ldi. Yozsam u ham mumkin emas ekan. Anaqada nima desam bo'ladi? Короче, bu ham mumkin emas, arzimagan o'zi taqiqlangan dori. O'zi kasallikka chidaydigan dori. Bu ham mumkin emas ekan. Aytmoqchi bo'lganim, kasal bo'lsa ham bizga shunchaki kasal bo'lsa ham yoki nimadir bo'lib qolsa, misol oddiy odamlarga o'xshab любой dorini ichib ketolmaymiz. Yaxshi bo'lish uchun ham. Poложение anaqalardan so'rash kerak. UFC'ni ham doping kontrolida doktorlari bor. Ularga Amerikaga tashlash kerak. Siz ular ko'rib chiqadi, keyin agar u dori mumkin bo'lsa, bir hafta ichida yo 2 kun ichida javob beradi narsani. Agar kasal jiddiy bo'lsa-chi, misol shu doriga ichmasangiz mayli bo'lib qoladigan bo'lsa, unda ruxsat berishadi. Chunki Islom Maxasovda shunaqa bo'lgan. Islom Maxasov yuragini operatsiya qildirishganda men biraman dori qilish kerak bo'lganda, men biraman mumkin emas. Mumkin qiyin bo'lgan dori men biraman. 6 oy qondan chiqish qiyin bo'ladi men biraman. Shu men biraman qilish kerak bo'lgan Islom Maxasovga o'sha anaqa qilish kerak. Ruxsat hech qanaqa taqiqlar, cheklovlar qo'yilmagan. Yo'q, men qanaqa cheklov bo'ladi, oladi. Anaqani, bundan o'sha dorini oladi. Dorini olgandan keyin 6 oy, 1 yil ichida dam berishadi ularga. Tiklash uchun. Atak mamlakat anaqa boylarga zapret bunaqa narsa qo'yilgan. Tushunarli. Yana bitta savol. Eng yaxshi ko'rgan UFC bokschi kim? Farqi qaysi vestaligi? To'g'risini aytsam, men yaxshi jang qiladigan bokschilar ham UFC'ga o'xshaydigan hamma bokschilar yaxshi jangchi hisoblanadi. Men birinchi bo'lib
Endi man o'sha vaqtda qiziqqan vaqtimda UFC'da bo'lmagan, anaqa Emeliankalarni, Fyodor Emeliankani boylarini ko'rib qiziqardimda, man havas qilardim. Fyodor Emeliankaga man ham shunaqa boyga o'xshamanmi deb. Hozirda UFC'da eng populyar boyishlari shu boyni ko'radigan, o'zim ko'rib anaqa qiladigan boyislar Ilia Topuria, keyin Islom Makhachev,